hujjatini qilamiz deb bizni cho'ntagimizdan rasxod qilib man sizga bir og'iz aytganim yo'q, pulim yo'q deganingizga tarjima notariuslikka biz qancha sarfladik. Biz shuncha mehnat qildik. Odamlar $10,000 bunaqa ishni qilmaydi. Sizga kim shunaqa tekinga advokatlar yordam beradi? Nahot bizani shuncha qilgan mehnatimizni bir tekinga olmadingiz? Sizga kim пригласительный beradi? Men hoziroq aeroportga ham, elchixonaga ham qog'oz chiqaraman. Kirib kelmang bizani пригласительный bilan. Siz yolg'onchi ayol ekansiz. Shunaqa ko'nglim qoldi Feruza opa sizdan. Ku menga oraga betda hozir ular boshidan anaqa yig'amiz deyishdi bir nimalar. Keyin uni hammasini через anavi kim Samad bilan gaplashing. Qilmayman degan odamga men yalinib, yalvorib, yaxshilik qil deb ko'ndirgan narsamidi. Ular endi hozir qanaqa jahli chiqadi, chunki ular rosa mehnati singigan. Advokat olsangiz oling edi, bir og'iz aytishingiz kerak edi. G'ar mana shunaqa advokat oladiganman deganingizda men hech ham yo'q demasdim. Ishonmayapman, boshqa advokat olaman degan gaplarni gapirganmisiz. U gaplar kelyapti. Men hech qaysiga e'tibor ham bermayotgandim. Lekin bu narsani Jannani o'zi bilan gaplashgandan keyin men Feruza opa bilan gaplashdim. Biz bilan kontrakt bor degandan keyin men shundoq xafa bo'lib ketdim. Unaqa qilinmaydi Feruza opa odammi? O'zi sizga vashsha qattiq gapirgim ham kelmaydi, sizni xafa qilgim ham kelmaydi. Просто men xafa bo'lgan joyim unaqa qilinmaydi-da bitta. 10년 아니야, 18년 이거. 누구의 18년을 같이 욕했으니까. 족 같은 년 아니야, 18년 이게. 그래, 이거 욕을 너 변호사한테 들어줄 테니까 너는 기다려보라. 18년아, 너는 욕하라냐, 이 족 같은 년아? 당신이 먼저 욕했잖아. 당신이 정말 뭔데 똑같은 나한테 년이네. 욕하고 지랄하는 너는 거냐? 욕을 왜냐, 이 18년. 그렇게 배워 처먹었어? 그렇게 배워 처먹었냐고. 응? 네 뭔 애미한테 소리 하는 그렇게 거야, 배웠어? 응? 내 어른한테 욕하라고 애미 얘기할 거가 18년아? 아니거든? 당신이 이렇게 못했으면? 나 너는 당신보다 더 기다려. 잘났으면 잘났지. 왜 변호사 얘기를 하고 지금 지랄하고 네가 난리냐고. 하도 변호사, 우리 남편 변호사 떠들기를 하는 건데. 내 변호사 18년. 남편 저만 해줬다겠지. 내 남편은 변호사라고 똑같은 언제 년 떠들었어? 당신이 배 아파? 진짜 당신 그런 변호사, 거야. 검사, 판사 못했으니까 배 아프냐고. 아이, 당신보다 지금 잘났으니까 그 사람들 변호사 검사한 아니야, 거야. 나한테 잘난 사람 당신처럼 아니야. 이렇게 씨발년아. 욕하고 다니지는 않아, 너- 변호사들이. 너한테나 잘난 놈이지 나한테 그렇게 잘나 보이지 않으니까 까부지 잘난 말고. 놈은 너 아니면 왜 기다려, 변호사 사무실 씨발년아. 밑에다가 기다린다고. 들어가서 지금 이런 거리를 하냐고. 당신 행정사야. 이런 걸 이렇게